Bugun siz bilan 2026 yilgi Chevrolet Labo modeli haqida batafsil gaplashamiz. Bu kichik hajmli ammo juda amaliy mini yuk mashinasi bo'lib, shahar ichidagi biznes va kundalik tashish ishlari uchun juda qulay hisoblanadi. Yangi 2026 model avvalgilariga qaraganda yanada zamonaviy dizayn, yaxshilangan texnologiyalar va samaraliroq dvigatel bilan taqdim etilmoqda. Bu avtomobil ayniqsa kichik tadbirkorlar, yetkazib berish xizmatlari va bozor savdosi bilan shug'ullanuvchilar uchun juda foydali variant hisoblanadi. Yangi Chevrolet Labo tashqi ko'rinishida oddiy ammo zamonaviy elementlar mavjud. Old qismi yangilangan panjara va ixcham faralar bilan ajralib turadi. Kuzov dizayni esa yuk tashish imkoniyatini maksimal darajada oshirish uchun yaratilgan. Keng yuk platformasi kichik biznes egalari uchun juda muhim afzallik hisoblanadi. 2026 yilgi modelda o'rnatilgan dvigatel iqtisodiyligi bilan e'tibor tortadi. Taxminan 2 litrli benzin dvigatel ishonchli ishlashi va kam yoqilg'i sarfi bilan mashhur bo'lishi kutilmoqda. Ushbu dvigatel kundalik yuk tashish vazifalari uchun yetarli quvvat beradi va uzoq muddat xizmat qilish uchun ishlab chiqilgan. Avtomobil ichki qismi ham oddiy lekin foydali funksiyalar bilan jihozlangan. Haydovchi uchun qulay o'rindiq, aniq ko'rinadigan asboblar paneli va zamonaviy multimedia tizimi mavjud. Ba'zi versiyalarda Bluetooth ulanish, sport va telefon uchun qulay joy ham taklif etiladi. Bu esa kundalik ish jarayonida haydovchi uchun qo'shimcha qulaylik yaratadi. Xavfsizlik masalasi ham e'tibordan chetda qolmagan. Yangi modelda mustahkam kuzov tuzilishi, xavfsizlik kamarlar va barqaror tormoz tizimi mavjud. Bu esa yuk bilan harakatlanishda yanada ishonch beradi. Shuningdek, avtomobilning ixcham o'lchamlari tor ko'chalarda oson boshqarish imkonini beradi. Yoqilg'i tejamkorligi Chevrolet Labo modelining eng katta afzalliklaridan biri hisoblanadi. Kichik dvigatel va yengil konstruksiya tufayli avtomobil kam xarajat bilan ko'proq foyda olish imkonini beradi. Shu sababli ko'plabda